Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ridallah fi ridal valideyn. Allah'ın razılığı ata-ananın razı buluşda. Sahatullah fi sahatil valideyn. Allah'ın gazibi ata-ananın gazibide deydi. Zaman ahirga vaqtida adna sadiqahu ve aqsa abahu. Bir yigit, bir o'g'il dadisiga qo'pol bo'ladi, do'stiga yaqin bo'ladi deydi. Ata-ananglarga yaxshilik qilsanglar, hayot yo'linglarga tushgan tashlar, har xil tusalg'ılar mana mush yaxshiliklar tufayli ko'tariladi, yo'linglar eshiladi. Bugünkü sözümüz yaşlarga, o'quvchilarga, endi ata-onasi bolaga va shundaqla endi ata-onasi yo'qlarga, ya'ni har bir musulmon farzand uchun. Bilganimizdek, farzand bola ata-onaning duosi va orzusi. Bir ata-ona bo'g'ichi farzand yuzi ko'rishi uchun Allohga bir qancha qatim duo qiladi. Orzu qiladi. Allohga yalvarib yig'laydi. Oxirida Alloh taolo farzandni bishorat bergandan keyin oilani xushallik qoplaydi. Ana bo'g'ichi balamga ziyon qilmasin deb siz va mening salomatligim uchun nurg'unlagan narsalarni yegisi bo'lsa-mu, nafsidan voz kechadi. Dada bo'g'ichi farzandim ko'z ochadi deb siz uchun nurg'un ishlarni qiladi. Siz tug'ilganda bo'lsa, ana va dada ko'z yoshi qiladi. Allohga duo qiladi. Qulog'ingizga azan to'laydi. Shundaqla sizni xuddi ko'z qarchig'ini asragandek asraydi. Onamiz bizni imitish uchun bir qancha kechini bidor uxlamay o'tkazadi. Og'rib qolgan vaqtimizda, qizib qolgan vaqtimizda dadamiz va onamiz bizning qashimizda kirib qaqmay o'ltiradi. Yig'irlashgan vaqtimizda bo'lsa, kechalari doktorxona qatraydi. Onamiz bizni höldə qolganmidi deb kechalari bir qancha qatim uyg'onadi. Sizning birdam höldə qolmasligingiz uchun, salomatligingiz uchun, xushalligingiz uchun ota-ona bo'g'ichi o'zini unutgan holda butun tirishchanliklarining hammani ko'rsatadi. Ota-ona bo'g'ichi bolasining xushalligini o'zining xushalligi deb qaraydi. Bolasining g'amlarini o'zining g'ami deb qaraydi. İnsonga hasad qilmaydigan birdan bir inson uning ota-onasi. Ota-ona bolalari uchun har narsani pido qilishga tayyor. Siz va meni ota-onamiz ana shunday asrab cho'ng qilib qatarga qo'shgan. Ota-onamiz siz va meni ana shunday cho'ng qilgandan keyin, endi biz cho'ng bo'lib bo'lgandan keyin, o'zimizning ishni o'zimiz qilgudek bo'lib bo'lgandan keyin ota-onamizga xuddi bugungi kundagi yoshlarga o'xshash, endi mening hayotimga aralashmang, meni xohlagancha yashag'ili qo'ying desak, bu qaysi bir odamiylik, qaysi bir insoniylik, qaysi bir iymonga, qaysi bir islomga yetadi? Rahmiga paydo bo'lgandan tortib bizning salomatligimiz uchun o'zining nafslaridan voz kechgan onamiz, shundaqla bizning salomatligimiz uchun nurg'ulg'an badallarni to'lagan va shundaqla to'lashga tayyor bo'lgan dadimiz bizning hayotimizga aralashgan vaqtida uni qiling, buni qilmang degan vaqtida ajaba bizga bir yomonlikni niyat qiladimi? Bizning xushalligimizni o'zining xushalligi, biz qilgan har qanday azob va qayg'uga qalqon bo'lgan ota-onamiz ajaba tavsiyalar bilan bizga ziyon saladimi? Afsuski bugungi kunimizda ba'zi yoshlarimizdan, ba'zi o'g'illardan, ba'zi qizlardan ota-onalarga qarata mana shundaq endi mening hayotimga aralashmang degan hech bir odamiylik, hech bir axloqqa yetmaydigan bu so'zni anglayapmiz. Acaba ana shu kichik vaqtimizda ota-onamiz bizning hayotimizga aralashmagan bo'lsa, bizni imitmagan bo'lsa, kechalari bizning salomatligimiz uchun bidar o'tkazmagan bo'lsa, biz hozirgi holatimizga kelalamdiq? Albatta kelanmaymiz. Ota-onamiz bizning hayotimizga aralashgan bo'lg'achqa, bizning hayotimizni o'zining hayoti deb qaragan bo'lg'achqa, biz uchun kuyinib har qanday ishlarni qiladi. Biz uchun degan gaplarning hammasi faqat va faqat bizning manfaatimiz uchun deyilgan gaplardir. Esimizda bo'lsin, bir odamga nisbatan, bir musulmonga nisbatan ota-onasidan qimmatli bir inson yo'q. Bir musulmonga nisbatan uning ota-onasi jannatga kirish ishki. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam xor bo'lib ketsin, baxtsiz bo'lib ketsin, baxtsiz bo'lib ketsin deb takrorladi. Sahabalar, ey Rasululloh, kim xor bo'lib ketsin, kim baxtsiz bo'lib ketsin deb so'radi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ota-onasi va yoki ota-onasining birisi qashida hayot turib, shu orqali jannat kiramagan odam xor bo'lib ketsin dedi. Demak, ota-onamiz bizning jannat kirish ishkimiz. Ota-onamizga mening hayotimga aralashma va yoki sizlardan to'ydim, meni yashag'ili qo'yinglar deganga o'xshagan bu xil osiyani so'zlarni degan vaqtimizda biz jannat ishkini zoya qilgan bo'lamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda birinchi qilib o'ziga ibodat qilishga, ikkinchi qilib ota-onamizga yaxshilik qilishga buyuradi. Va shundaqla ota-onamizga deganchilik gap bo'lsa-mu, asla va asla deb samaslikqa buyuradi. Endi o'zimizga bir qarab boqaylik. Ota-onamiz qarshi isyon, dadam menga uni qilmabdi ekan, onam menga buni qilmabdi ekan deb qaqshashlarimiz, bu isyon qilishlarimiz bizni nimadan mahrum qo'ydi? Albatta jannatdan mahrum qo'ydi. Esingizda bo'lsin, ota-onangiz sizni balkim boshqa do'stlaringiz o'xshash eng oliy turmushda, oliy maktabda, eng yaxshi uylarda o'ltirg'izmagan bo'lishi mumkin. Ammo esingizda bo'lsin, ota-onangiz o'zining qishdagi eng yaxshi narsalarni sizga atagan, siz uchun badal turgan. Esingizda bo'lsin, ota-onangiz sizga qarzdor emas, balki siz ota-onangizga qarzdor. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vasqaynal insana bivalidayhi ihsana" biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Onasi uni ojizlik ustiga qo'zoq ko'tardi, jafo tortdi va shundaqla uni to'qqandan keyin 2 yil uni imitdi. Mana shundaq badallarni to'ladi. Shuning uchun bola ota-onaga qarzdor. Hargizmi ota-ona bolaga qarzdor emas. Hattoki ba'zi farzandlar, ba'zi yoshlar nima uchun siz meni to'qqan, nima uchun siz meni topgan deganga o'xshagan mana shundaq so'zlarni qiladi. Esingizda bo'lsin, sizni ota-onangiz yaratmadi. Sizni Alloh yaratdi. Ota-onangiz faqat
sababkor, ammo sizni ma dunyoga Alloh yaratdi, ota-onangiz yaratmadi. Bu hisobni siz ota-onangizni so'mang. Alloh taolo sizni ma hayotga bir vazifa uchun, bir majburiyat uchun avatdi. Ota-onangiz bo'lsa, sizni Allohning dunyoga akelishdagi bir sababkori, bir vasitasi, bir omonatdori. Sizni yaxshi beqib cho'ng qilgan bo'lsa, ota-onangiz omonatdorlikdan iborat bu vazifani o'rindagan bo'ladi. Allohning sizga yuklagan vazifalardan birisi bo'lsa, dal ota-onangizga yaxshilik qilishdir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan Allohga eng suyumli amal qaysi deb so'raldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vaqtida o'qilgan namoz dedi. Ondan keyin cho'diga vaqtda ota-onaga yaxshilik qilish dedi. Ota-onaga yaxshilik qilish Alloh yo'lidagi farz-i kifoya jihodni ulug' turadi. Bir sahoba: "Ey Rasululloh, men Alloh yo'lida jihod qilaman" degan vaqtda ota-onang hayotmi dedi. O sahabe ha dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam fefihime cahid, sen ata-ananga yaxshilik qil ve şunda qilsan Allah yo'lida jihad qilgan bo'lasan dedi. Yani bir sahabe Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın qaşığa kelib: "Ey Rasulullah, men hicret qilish uchun sana bay'at qilg'ili keldim. Lekin ata-anam yig'lab qoldi" dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam derhal qaytqin, qandaq yig'latgan bo'lsang ata-anani shundaq kuldirgin dedi. Demek Allah yo'lida hicret qilish, Resulullahga bay'at berish yo'lidimi? Ata-anani qaqshitish, ularni yig'iltish to'g'ri bo'lmaydi ekan. Boshqa oddiy ishlarda, dunyoviy ishlarda, u yerda o'qiyman, bu yerda o'qimayman degan bundaq ishlarda ata-anani yig'iltish qandaqmi to'g'ri bo'lsin? Bundan Alloh qandaqmi rozi bo'lsin? Esimizda bo'lsin. Ata-onamiz bizdan rozi bo'lmaydi ekan, Alloh bizdan rozi bo'lmaydi. Biz Allohning g'azabiga uchrab ketamiz. Shunga Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ridalloh fi ridal validayn. Allohning roziligi ata-onaning rozi bo'lishda, sahatulloh fi sahatil validayn. Allohning g'azabi ata-onaning g'azabida deydi. Ya'ni bir odam, bir yigit, bir avlod, bir o'quvchi ata-onani g'azablantiradi ekan, qaqshitadi ekan, mening hayotimga aralashma deydi ekan, Allohga isyon qilgan bo'ladi. Allohning g'azabini keltirgan bo'ladi. Bundaq odam qanchalik tirishsin, qanchalik tirishchilik ko'rsatsin, qanchalik badal to'lasin, bu hayot utuq qozonolmaydi, muvaffaqiyatga erisholmaydi. Shuning uchun cho'nglarimiz ikki xil odam ishlamasin bo'ladi deydi. Buning birisi bo'lsa ata-onasi qaqshatgan odam. Yana birisi bo'lsa ata-onasining rahmatini olgan odam. Ata-onasi qaqshatgan odam ishlamasin bo'ladi. Chunki jafo tasimi, qanchalik kuchsimi, u odam muvaffaqiyat qozonolmaydi. Dunyo va oxiratini berbat qilib bo'ldi ata-onasi qaqshash orqali, ammo ata-onasi rahmatini olgan odam ishlamasin bo'ladi deganligi. Ya'ni Alloh taolo u odamga o'ylamag'an yerdan rizq beradi, ishlarini oson qiladi deydi. Shuning uchun asla va asla shaytonning keyniga kirib, do'stingizning keyniga kirib, do'stingizni deb opingizni, dadangizni qaqshatishni asla va asla qilmang. Bu qiyomatning bir alomati. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda zaman oxir bo'lgan vaqtida adna sadiqahu va aqsa abahu, bir yigit, bir o'g'il dadasiga qo'pol bo'ladi, do'stiga yaqin bo'ladi deydi. Hargiz bunday ishlardan bo'lib qolmang. Sizning mohiyatga eng yaqin odamingiz, sizga eng kuyinadigan odam sizning onangiz va dadangiz. Shuning uchun Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan: "Ey Rasululloh, eng yaxshilik qilishimga tegishli odam keyin" deb so'ralganda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom onang dedi. Ondan keyinchi deganda onang dedi. Ondan keyinchi deganda onang dedi. 4-qatim ondan keyinchi deganda dadang dedi. Demak, onaning o'rni ana shunda ulug'. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jannat onaning tapini ostida deydi. Demak, onangiz yoningizdami, dadangiz yoningizdami, jannat yoningizda deganga. Ota-onaga yaxshilik qilish shundoq bir ulug' ibodatki, ota-onangiz kofir, mushrik bo'lgan taqdirdami, sizga qarshi chiqqan, sizning diningizga qarshi chiqqan kishi bo'lgan taqdirdami, ularga diningizga qarshi chiqqan yerda itoat qilmaysiz, ammo yaxshilikni yana qilaverasiz. Tamaki akilishga buyursa mangmaysiz, ammo nan akilishga buyursa mangasiz. Yaxshilarning hammasida ularga yana yaxshilik qilaverasiz. Alloh subhanahu va taolo bu vaqt Qur'on Karimda: "Va in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma va sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsada menga shirk keltirishga majbur bo'lsa, uning itoat qilmagin. Ammo va sahibuhuma fid dunya, dunyoda, dunyoviy ishlarda uning yaxshi muomala qilgin, yaxshi hamroh bo'lgin deydi. Ota-onamizga yaxshilik qilish bizning oxiratligimiz uchun, jannatimiz uchun ham yaxshi bo'lmasdan, mushu dunyoligimiz uchun yaxshi. Qanday bir odam ota-onasining holidan xabar oladi ekan, ota-onasi yaxshilik qiladi ekan, u odamga Alloh taolo mushu dunyoda rizqini kengir qilib beradi. Ularni baylardan qilib etadi. Bu amri Alloh qaraydigan bo'lsak, baylar qarab boqadigan bo'lsak, hammasini tarix qarab boqadigan bo'lsak, hatto kofir bo'lsa-mu, baylarning ota-onasiga ne qadar kuyimchan ekanligini ko'raymiz. Yana bir hadis Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Man ahabba yabsutuhu fi rizqi." Qanday bir odam rizqining kengir bo'lishini xohlasa, umrining uzun bo'lishini xohlasa, sili rahmini ulusun deydi. Sili rahmini ulashning birinchisi qaysi? Ota-onaga yaxshilik qilish. Demak, pul topqingiz bormi? Ma hayotda yaxshi turmush qurishgingiz bormi? Undaq bo'lsa, ota-onangizga yaxshilik qiling. Ota-onaga yaxshilik qilish bizning gunohimizni yuydi. Bir sahoba gunoh o'tkazib qolgandan keyin nayt pushmon qildi va Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishig'iga kelib: "Ey Rasululloh, men bir gunoh o'tkazib soldim" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Onang hayotmi?" dedi. U sahoba: "Yo'q" dedi. "Hammangchi?" dedi. "Hayot" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Hammanga yaxshilik qilgin, bu uni yuydi" dedi. Yana bir hadis Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Hamma onaning o'rnida turadi" dedi. Demak, onaga yaxshilik qilish, ona bo'lmasa hammaga yaxshilik qilish bizning o'tkazgan gunohlarimizning kechirib bo'lishiga sabab bo'ladi. Undan boshqa ota-onaga yaxshilik qilish ma hayotda biz uchragan nurg'ulg'an qiyinchiliklardan bizni qutuldiradi. Hayotda har xil qiyinchiliklarga uchraymiz. Shundaqla bizning irodamizni hal qilgan, biz hal qila olmaydigan nurg'ulg'an masalalarga duch kelamiz. Mana shuningdan bizni ota-onamiz qilgan yaxshiligimiz qutuldiradi. Bu haqda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mundaq deydi: 3 kishi yo'lda ketib boradi. To'satdan qattiq yomg'ir yog'ib ketdi. Bu kishilar yomg'irdan daldalanish uchun bir o'nkurning ichiga kirdi. Mana shu vaqtda toshdan birisi do'milab tushib o'nkurning og'zi etilib qoldi deydi. Bu 3 kishi kuch bilan bu o'nkurdan chiqib ketilishi mumkin emas edi.
Şunun bilan har birisi Alloh yo'lida qilgan ishini vasila, ya'ni vasita qilish orqali Allohga duo qilishga boshladi. Shularning ichidan birisi: "Ey Alloh, mening ota-onam bor edi. Men ular uchun qo'y boqatdim. Va shundaqla har kuni kech kelib qo'yning sutidan ularga ichkizatdim. Ularga ichkizmasdan uxlamaydim. Bir kuni kechga kelsam ota-onam uxlab qopti. Bolalarning shunda ichkiz kelsimi, men sabr qilib toki ota-onam uyg'onguncha ularning beshida qalab turdim. Oxir ular uyg'ondi. Ondan keyin ularga ichkizdim. Ular ichkizib bo'lgandan keyin bolalarimga ichkizdim. Men buni faqat sizning roziligingiz uchun qildim. Agar bu amalimni qabul qilgan bo'lsang, bu o'nkirni og'zini ichib bergin" deb duo qildi. Darvaqa Alloh taolo mana shu ota-onasi qilgan yaxshilik tufayli o'nkirning og'zini ichib berdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu hadisni bizga so'zlab berish orqali ota-onanglarga yaxshilik qilsanglar, hayot yo'linglarga tushgan toshlar, har xil to'salg'ular mana shu yaxshiliklar tufayli ko'tariladi, yo'linglar eshiladi deydi. Undan boshqa ota-onamizga yaxshilik qilish bizning duoyimizning ijobat bo'lishiga, ya'ni duoyimiz qabul inson bo'lishimizga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Umar ibn Xattobga Yamanda Uvays ibn Qarni ismli bir odam bor. U odamda oq kasali bor, lekin Alloh taolo u odamga shifolik berib, tengijilik yeri saqaymay qolgan. Sen u odamni topsang, u odamdan duo ilvag'in degan. Hamda Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Umardak bir sahobiga duosini ilvag'in degan. Bu Uvays ibn Qarni zodi qandoq odam? Nima shulan bu odam Hazrat Umardak bir odamning duosi oldigan holat keldi? Bilganimizdek Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Alloh vahiy qilib, uning payg'ambarligi oshkor bo'lgandan keyin, Madinaga kelgandan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning payg'ambarlik xabari Yamanga yetib borgan. Bu vaqtda Yamandagi bir bo'lak yoshlar Rasululloh bilan ko'rishib, iymon aytib, sahobilik sharafiga erishimiz deb tayyor bo'lgan. Ularning ichida Uvays ibn Qarni bor edi. Lekin Uvays ibn Qarnining onasi yashinib qolgan. Shundaqla og'riqchan bo'lg'achqa Uvays ibn Qarni onamga qarayman deb sahoba bo'lishdan iborat mana shundaq sharafdan mahrum qolgan. Mana shu vaqtda Jibril alayhissalom Uvays ibn Qarniningki Rasululloh bilan ko'rishisi bor ekanligi, lekin onasi sababli, onasining ahvolidan xabar oldiganligi sababli Rasululloh bilan ko'rishmaganlikdan iborat bu voqelikni Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bildirgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Uvays ibn Qarnini tabiining eng yaxshisi deb sifatlagan. Va shundaqla Hazrat Umar ibn Xattobga uning bilan ko'rishib qolsang, uning duosini ilvag'in degan. Darvaqa Uvays ibn Qarni Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan ko'risholmay Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom vafot topgan. Yamandan karvonlar kelsa Hazrat Umar ibn Xattob Uvays ibn Qarni ismli odamni izlaydi. Eng oxirida bir kunisi Uvays ibn Qarnini topadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan jihadlarning hammasi qatnashgan Umar, musulmonlarning xalifasi bo'lgan Umar, shahid holatda jannat taslim qilgan Umar, Uvays ibn Qarnidan Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tavsiyasi bo'yicha duo so'raydi. Uvays ibn Qarnini Hazrat Umardek bir sahobaninki duosini oldigan holatga yetkazgan narsa nima? Uning onasiga bo'lgan hurmati, ahamiyati, onasining xizmatini qilganligi. Demak, ota-onamizga yaxshilik qilish bizni mana shunday martabalarga ko'taradi. Shuning uchun tilaklarim ijobat bo'lsin desangiz, ota-onangizga yaxshilik qiling. Agar qarzdor bo'lsangiz, qarzni qutlay desangiz, ota-onangizga yaxshilik qiling. Har qanday bir qiyinchilikqa tushib qolgan bo'lsangiz, bu qiyinchilikni qutlay desangiz, ota-onangizga yaxshilik qiling. Ko'p pul topgangiz bo'lsa, ota-onangizga yaxshilik qiling. Ömrüm uzun bo'lsin desangiz, ota-onangizga yaxshilik qiling. Dunyo va oxiratda baxtli yashay, huzurli yashay deydi ekansiz, ota-onangizga yaxshilik qiling. Undaqda ota-onaga yaxshilik qilish qanday bo'ladi? Birinchidan ota-onaga yaxshilik qilish so'z va muomalada siliq va muloyim bo'lishni ko'rsatadi. Ota-onamizga eng az bo'lgan uf deganchilik so'zni qilmanglar deydi Alloh taolo Qur'on Karimda. Shuning uchun hargizmi bugungi kundagi ba'zi yoshlarga o'xshash, mening hayotimga aralashmang deganga o'xshagan bunday so'zlarni asla va asla qilmanglar. Ikkinchisi, moddiy jihatda imkonimizda bo'lsa, ota-onamizga yordam berish, ularning qiyinchiliklarini hal qilib berish, qilolmagan ishlarni qilib berish, ularning ahvolidan xabar olish, ularga yuk bo'lish emas, ularning yukini ko'tarib berish. Uchinchisi, ota-onamizga duo qilish. Hayot bo'lsin, vafot topgan bo'lsin, ularga duo qilish. Agar ota-onamiz vafot topgan bo'lsa, yana ularga yaxshilik qilsak bo'laveradi. Ularga atab duo qilsak bo'ladi, namoz o'qisak bo'ladi va ularga atab sadiq qilsak, yaxshilarni qilib qo'ysak bo'ladi va sadiqa jariyalarni, ya'ni o'lmaydigan sadiqlarni ota-onamizga atab qilib qo'ysak, ya'ni ota-onamizga yaxshilik qilganning savobini ilayveramiz. To'rtinchisi, ota-onamizning do'stlarini yo'qlash. Bu ota-onamiz qilingan bir yaxshilik hisoblanadi. Undan boshqa ota-onamiz yaxshi ko'radigan har qanday ishlarni qilish ota-ona qilingan bir yaxshilik hisoblanadi. Masalan, ota-onangiz sizning yaxshi odam bo'lishingizni, tirishchan bo'lishingizni, yaxshi o'qishingizni umid qilgan bo'lsa, siz shu ishlarni qilsangiz, ota-onangizga yaxshilik qilgan bo'lasiz. Esingiz bo'lsin, qiyomat kuni ota-onasini norozi qilgan, ota-onasini qaqshatgan odamning chiroyiga Alloh qaramaydi. Ota-onani qaqshatish yuqorisi ota-onani yig'iltishdan boshlansa, tuni magapni desam, balam mangmay qalami, gapimga unumay qalami, g'o'dirab salami deb sizga rahat gaplarni qilamasa, sizni rahat ishga buranmasa, siz ota-onani qaqshatgan bo'la hisoblanasiz. Shuning uchun har vaqt bu jannat ish ko'rgan ota-onangizni qaqshatish va ularni norozi qilishdan har vaqt saqlaning. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ota-onasini rozi qilgan va dunyo va oxirat baxtini qo'lga keltirgan kishilarning qatoridan qilsin.